Yana savolni takrorlayman. Bir odam somsaxonaga kirdida, somsa yedi va chiqib ketayotganda somsa pastga qarab, "Rahmat, sho'rva mazali bo'libdi" dedi. E'tibor beringlar savolga. "Rahmat, sho'rva mazali bo'libdi" dedi. Qani? U nimani nazarda tutgan? Bitta odam o'sha somsa yedi, emas boshqa odam kelib sho'rva yedi. Yo'q, qani? U somsa yeganda sho'rva shirin bo'ldi. Yo'q, mantiqan yondash. Qani? Kelib qol. Somsaxonada sho'rva nima qiladi? Somsaxonada sho'rva nima qiladi? Nima uchun nimaga unda sho'rva mazali bo'libdi dedi? Chunki somsa mazali bo'lgani uchundir. Yaxshi, somsa mazali. Lekin nimaga sho'rva mazali deydi? U odam somsa va sho'rva adashtirgandir balki. Yo'q, u odam adashtirmagan. Qani? U somsa yemagan, sho'rva ichgan. Yo'q, somsa edi, ha? Balkim ular tilida somsa sho'rva deb ataladi. Yo'q. Qani? Balki uni puli yo'q bu alib ketgandir. Yo'q, aldamaydi. Qani? Yo'qmi javob? Aytaveraymi javobini? Sho'r va mazali bo'libdi. Somsa sho'r va mazali. Sho'r bo'lganiga yarasha yana mazali. Tushundingmi? Yetib bordimi? Mana somsapas somsaxonaga kirdida, somsa yedida, ketishida somsa pastga qarab, "Rahmat, somsa sho'r va mazali bo'libdi" dedi. Sho'r, somsa sho'r va mazali. Tushunyapsanmi? Somsa sho'r takana bo'ladi-ku, to'g'rimi? Va mazali bo'libdi deganda, tushundingmi? O'sha vaqtda sho'rroq chiqqanmi? Sho'r va mazali.